Mana bu 2022-yil mexanika korobka Gentra. 86 000 kilometr yurgan. 4 ta yumshoq balonlari bor. Orqa tomondan ko'rinishlari. Guliston moshin bozorida. Shumkalari bor, eshiklarda bor. Tomda ham bormi o'zi ham shumka? Eshiklarda bor ekan. Tomda bagajda borga o'xshab ko'rindi. Endi salonlarga qaraymiz. Yaxshi polik bor, chixol bor yaxshi. Ichki holatlari qaralab pirilib yomon bo'lib ketmagan. Yurgani 86 000 dedi. Abagrev sidini, monitor, test monitor. Tepada video registrator yaxshisini qo'yib qo'ygan, tom holatlari ham tiniq turibdi. Gazi bor debdi, 4-pokoleniya metan. Orqa holatlari yaxshi polik, yaxshi chixolda aytib o'tdim. Akkuratni tozagina mashina. Qisqasi. Orqa tomondan ko'rinishlari. Ichi ya'ni ichki tomonlari ham koja. Mana gazigini qo'yib qo'yibdi. Orqa tomonga taklari ham shumka qilib qo'ygan, zapaskalari ham akkuratni holatda turibdi, taniq turibdi ichlari qisqasi. Moshin yo'qda, narxi kimgadir yoqsa, bagajda ham shunga bor ekan, aniq. Orqa zadniy kameralar ham bor ekan. Orqada ikkita kamera bormi? Monitordagi ham bor, lishni registratorda ham kamerasi bor, ikkita. Balon holatlari yangi, 4 ta yumshoq balon. Akani so'rayapman, bo'ladigan joyini aytayapti aka. Aytib, 1000 yoki 800 dollar qimmat aytib, ichimdan topo demaydi degan, taqab aytayapti narxini. Oldi tomondan ko'rinishlar mashinada. Aka bunda ekonomizer bormi, yo'qmidi? Yo'q a? Yo'q a. 2022-yil 86 000 probeg a? Top toza kraska, 4 yumshoq balon, gazlari bilan bor, shumkasi bor ekan buning. Nech pul dedingiz? Bo'ladigan joyi? 10600 aka, bo'ladigan joyni 10600. Telefoningizni aytib qo'ying aka. 99lik 515 6304. Yana bittasi bor ekan, 2023-yil oppoq top toza kraskasi, 4 ta yumshoq balonlar yangi turibdi. Deyarli yurmaganda shu 1000 yurgan yo yurmagan mana shu balonlardan. 4 ta yumshoq balonlari. Yon tomondan ko'rinishi. Bunisini yili eslatib o'tamiz, yana 23 ekan. Yaxshi polik, chixol taqilgan. Bunda yurgani 80 000 deb aytdi. Adashmasam qarab o'tamiz, 81 600. Abagrev sidina. Bor narsalari. Ham gazi bor degandek qildi. Orqa tomoni tom holatlari. Bagaj holati. Gazlarni yopib turadigan kojinni qoplamalar qilib qo'ygan. Orqa tomonlari akkuratni mana gazi bor. Ular 100 talik yo 90 talik bo'ladi. 90 talikka o'xshayapti. Sababi buni ham kamerasi borga o'xshaydi. Tepada kamera ko'rmadim. Faqat zadniy kamera turibdi. Motor holatlari. Pokoleniya gazlari bor, mexanika korobka deb aytib o'tdim. Oldi tomondan ko'rinishi. Mashunda aka buni 11 000 dedingiz ha? Bo'ladigan joyi shundaymi? 100 bormi yo'q? Bo'ladigan joyi 11 000 buniki. Buniki 2022niki 10600, 2023niki 11 000. Bo'ladigan joy deb aytdingiz. Kimga yo'qsa mana ikkita top toza mashin bor ekan. Ikkovi ham toza, qisqasi orada 400-500 dollar farqi bor. Gazi bor, baloni bor, chixol poligi bor.
Faqat 22 narsalar sal ko'proq ekan shu. Nomeringizni qayta aytib qo'ying aka bunga endi. 99lik 515 6304. U sizdanmas, ha? Sizdanmi? Mayli aka, charchamang, rahmat. Savdoingiz bersin. 2022-yil avtomat korobka Gentra. Lyuklari bor, tepadan ko'rinyapti. Krugi 109 ming yurgan, yumshoq balonlari bor ekan. Gideti 60% holatda bor, 70%. Yaxshi holatda balonlari. Orqada optira faralari bor, 100 talik gaz balon. 100 talik yo'qmi menimcha aka, adashmasam. Kraska toza. Top toza. Bir krug yurgan dedingiz, 100 ming. 100 ming yurganlar orqa tomondan ko'rinishlari. Tiniq turibdi, yangi ekan o'zi ham optira fara adashmasam. Yurgandan keyin sal xiralashib qoladi choklari. Zapaska balon, choklarda muammo yo'q. 4 ta baloni 70-80% holatda, 60% deb pastga urib yurmay 70-80% bor. Kojinni chexol, polik yaxshi. Akvaprint qilingan mashin. Ashibkalargacha koja qilingan ekan bu. Tom holatlari. Tepada lyuklari bor. Oldi holati. Akvaprint deb aytib o'tdim. CD-ni abagrifi bor, monitori bor. Qilingan narsalari shu. Menimcha buni kamchiligi yo'q. Kraskalar top-toza, motor holatlari, pokoleniya gazlar deb aytib o'tdik. Yana nimasi bor? Buni konditsioneri bor. ABS bor. Oldi tomondan ko'rinishi bu mashinada. 22 avtomat. Aka 22 avtomat deysiz-a buni? Puli qancha kelishtirib aytingiz aka? 3-4 ta tiniq Gentralardan qo'yaylik. 13 ming. Taqalgani. Bormi ozmi 107? Sunnat o'tib beradi aka. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99lik 99lik 924 0757 0757 13 ming so'ralyapti, sunnatiga bor deydi. Shanbadan kelasizmi? Kimga yo'qsa. Charchamang aka, savdoingiz bersin. Orqa tomondan ko'rinishlari, mana 3 ta Gentra bor mana yerda. Kimga yo'qsa. Narxini kelishsa bo'l, 3 ta ham, uchalasi ham normalniy. Avtomat, mexanika. 22, 23. Bu ham 23 edi aka? 22, uzr. Adashibman. 2 ta mexanika, bitta avtomat. Mana bu yerda bitta Gentra bor ekan, so'rab o'tamiz agar egasi ruxsat bersa. Aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yilletchi buni bir qo'yib ketak Gentralar qatoriga. 2018 avtomatmidi, mexanik? Faqat diskalar qo'yilgan ekanda avtomat, ha? 2018-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Gentra mokroy asfalt rangida, 4 ta yumshoq balon, avtomat korobkani diskalar qo'yilgan, oldiga amerikanka faralar qo'yilgan ekan. Turishlari, ranglari tiniq turibdi. Yonlariga ham sariq nimalar qo'yilgan. Mayda. Pavorotniklari, pavorotniklarga ancha qo'yib qo'ygan. Ochibdi, balon holatlari yangi, 4 ta Kopro balonlarda. Tak, mana bu joylarga glansoy stoykalar qilinibdi bu mashinga. Chixoli bor, poligi yo'q ekan. Lelonim bor tagida. Ashibkalar akvaprint, koja qilingan, pokoleniya gazi bor deb adashmasam aka. Rul qo'yilibdi, Malibu rulmi? Sal boshqacharoq qo'shib ketyapti. Tepada kamera bor. Kojinni koja ili o'rtasiga oddiy materialli chixollar bu yaxshi. Orqasi koja bo'ladi, surtadi. Yoziga mana qizib ketmaydi. Shunaqa varianti bu. Chixol yaxshi tomoni. Chixol olayotganda yoziga akalar e'tibor qilamiz. Bilganlar biladi, bilmaganlar uchun mana usti mana shu materialli bo'lsa, orqalari kojinli bo'lsa, artishga ham oyoq tepgan vaqtida shu ma'qul. Ma'lum, rul qo'yilgan dedik. 192.403 km yurgan. Oldiga pioner magnitofoni bor. Mana tom holatlari. Tak. Orqasi
chixollari, lenonimlari yaxshi. Mana shu joy, mana shu joylar artsa ketadi, koja latta bilan tez ketadi qisqasi. Mana shu orqasi koja bo'lgani ma'qul. Pultlari bor ekan. Shuniki bo'lsa, barlari bor. 2018. Orqa tomondan ko'rinishi, mashincha normalni chiroylicha mashin turibdi. Orqada optira faralari bor, gazlari ustalik yo'q adashmasam aka, pokoleniya gazlari. Mashin tiniq turibdi, 18 pulida gap. Boshqa hech narsasida emas, hamma narsa pulda. Yo'qdi, misol shu rang ham yo'qdi. Faqat pulni kelishamiz aka. Necha pul deysiz? Ajintira qo'yibdi, ana. Kelishtirib ayting. Kraskasi? Kraskasi kapot bilan kriloda. Bitta krilodami, ikkita krilodami? Bitta krilo. Oldi kapot, passajirnimi, shofir tomon krilodami? Nargi tomon. Nargi tomon krilo, ya. Kapot qanaqa joyda bor aka? Oldini ko'rsatsam maylimi? Mashin chiroyli turibdi. ABS konditsioner bor edi buni. Oldini ko'rsatib o'tay, Amerikan gazi bor deb aytdimmi? Orqada optira faralari bor ekan. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mexanika. Qayta aytib o'tamiz. Oldi Amerikanka, orqa optira. Chixol polik qilingan, gazi bor, 4 ta yumshoq baloni bor, yangi ABS konditsioner bor dedi aka. Faqat kraskasi oldi kapot, ilik krilo debdi. O'ziniki ham bu. Mana ochamiz. Motor holatlari. Bu kriloni boltlari qimillamagan bunisi. Bu kriloda bor ekan. Nimaga? Motor moy yemaydi, akkumulyator yaxshi holatda. Ana ABS ko'rdik, konditsionerni ko'rdik mana. Mana ABS. Buni qayerda kraska bor, bir tushuntirib aytib o'ting, bu qizg'atda qanday joyda deb. Polni sepilgan, a? I krilo ham almashgan o'ziniki. Sepgan. 8,5 debdi, ikkita joyda bor ekan. Ustiltirga tekkanmi, tegmaganmi? Uncha bilmayman aka. Tegmagan, a? Aka aytayapti, 8,5 deb so'rayapti, 18 ekan. Yurgani qanday edi? 192. Halol. Boshqa joyda yo'q, a? Rixtovka, boshqa narsasi.